Do'stlar, kamerani olib keling baqa. Bitta bu manzaraga like bosib qo'yinglar, sanani ham olib kelib ko'rsatib qo'ying. 2026-yil 24-yanvar. Ro'za-yu Ramazon oyiga do'stlar uzumlarimiz saqlanyapti. Uzumlar qaranglar, holatiga bitta like bosib, podpiskalar bosib qo'yinglar. Hammamizni ro'za-yu Ramazonga yetkazsin. Kelarasizlar do'stlar. Bashta svej uzumlarda xudo xolasa xalqimizga ro'za-yu Ramazonga tarqatamiz. Buni shu kungacha saqlagan Hoji tog'amiz qo'li dard ko'rmasin. Kommentariyaga albatta yozib qo'yinglar, dehqonga rahmat deb. Chunki bu kungacha saqlashni o'zi oson emas. Bu qarang, shingil uzumlar. Yaqinroq bitta ko'rsatib qo'ying. Sog' bo'ylar mana shu uzumdek serob bo'lib, chiroyli bo'lib, uzoq vaqtli yashaylar do'stlar. Yaqinda xudo xolasa toshda uzumlar pishadi. Hozir toshda uzumlar turibdi. Mana. Qaranglar, ko'rsatib qo'yinglar. Pastroqlarga ham shu. Rahmat hammaga.